Yana bitta xonadon o'z egasini topdi. Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasi sizlarga chiroyli yangiliklarda obzorlarini ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Hurmatli obunachilarim, eslaringda bo'lsa, biz Farg'ona shahar Kalinskiy massiv Qonquyish yaqinida Nur Cafe choyxonasi bor. Shundoqqina oldida do'stlar 5-4 xona uy bor, 100% pishig'ishda qurilgan. Undan tashqari gaz, suv, svet, kanalizatsiyada muammo yo'q. Oshxonasi, hojatxonasi alohida bo'lgan ushbu fayzli xonadonimizni sotuvga qo'ygandik. Ushbu xonadon o'z egasini topdi, hurmatli obunachilarim. O'sha xonadon xarid qilgan insonga ham, xonadonni sotgan insonga ham asl uy-joy jamoasi barakasini bersin deymiz. Ilohim olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazishlikda Allohdan so'rab qolamiz. Xonadon sotgan insonga barakasini bersin deb qolamiz, hurmatli obunachilarim. Havas qilganlar izohlarda inshaalloh so'zini yozib qo'yishni unutmang. Qarang, barchamizga shunaqangi fayzli, chiroyli xonadonlar nasib qilsin, hurmatli obunachilarim. Ko'pga bersin, ko'p qatorida bizga ham bersin deydi-yu. Shunga o'xshagan insonlar bo'lsa, videoga like tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz do'stlar. Uyimiz juda ham chiroyli, fayzli holatda edi. Eng asosiysi, uyimiz pishig'ishda qurilganida, hurmatli obunachilarim. Qarang, mana juda ham kattagina xonadon edi. Biz buni obzor qilmaymiz, sababi avvalroq obzorini qo'ygandik. Ushbu xonadon sotildi va juda ham ko'p insonlar bizga murojaat bilan chiqishyapti. Sergap Azbiy xonadonlarda sotilganligi haqida ma'lumotini berib o'tyapsiz, lekin qanchaga sotilganligini aytmayapsiz deyishyapti. Ha, to'g'ri aytmayapsiz, sababi bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Faqatgina sotilganligi haqida ma'lumotini bera olamiz xolos. Shuning uchun do'stlar, noto'g'ri tushunmaysizlar, xatolari, nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video manfaatli bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Agar siz Farg'ona shahar ichi yoki Farg'ona shahar tashqarisida sotiladigan ko'chmas mulkingiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Undan tashqari boshqa turdagi mahsulotlarda ham reklama xizmatlarini olishda davom etyapmiz do'stlar. Shuning uchun sizlarni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Bemalol bizga ishonib, reklamalaringni, mahsulotlaringni, reklamalarini joylasalaring, bundan faqatgina manfaat topasizlar xolos do'stlar. Shuning uchun sizlarni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Yana bir karra sotgan insonga barakasini bersin, olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazib, to'ylar qilishlikda Allohdan so'rab qolamiz. Havas qilganlarga ham shunaqangi xonadonlar nasib qilsin. Havas qilib, yaxshi niyat qilgan insonlar izohlarda inshaalloh so'zini yozib qo'yishni unutmang. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergap Azbiyning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Fikrlaringni izohlarda kutib qolamiz. Yana bir karra do'stlar, ushbu xonadonni sotgan insonga barakasini bersin deymiz. Ilohim uy sotmoqchi bo'lib yurganlar eson-omon uylarini sotib olsin. Uy olmoqchi bo'lib yurgan insonlar o'zlari xohlagandan ham zo'r xonadonlarda xarid qilib olsin. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar, hurmatli obunachilarim.